Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilari. Bugun alohida suhbat programmasi o'rinlashtirdik. Hammamiz ko'rib turibmiz. Xitoy tajovuz hokimiyati bu yil ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonning atalmish Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni qilib qurilganligidan 70 yilligini tantanali o'tkazish uchun Jalloh Shi Jinping 9-3 kuni ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonga keldi. Aerodromlarda ko'rdik mana aerodrom tushgandikanlarki bir Uyg'ur qizini ham atlas ko'ylak kiygan rost Uyg'ur qizimi yoki Xitoy Uyg'urcha keyin deydimi bilolmaydi. Shi Jinpingga bir gul so'q qilib kutib olgan bir ko'rinishlarnikini undan boshqa dag'dug'lik kutib olgan narsalarni biz nimadan ko'rib turdik Facebook'lardan, Twitter'lardan degandek. Xitoy taratquchilari bu vaqtda Shi Jinpingning xabarlarini to'xtamay taqib keldi. Bu munosabat bilan biz tarix fanlari professori doktor Varis Chaqan muallim bilan ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston nazar nomli naq maydon suhbat programmasini o'rinlashtirdim. Assalomu alaykum Varis Chaqan muallim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasidagi naq maydon suhbatiga qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Men de rahmat aytaman. Rahmat Varisga qimmatli vaqtingizni chiqarib berganki bir alohida suhbat programmasiga qatnashib berganingizga. Biz bu qatimliq bu programmani 3 qismga ilib berishni plan qildik. Biroq so'zlayversak bu uzun bir mazmunki hamda ishg'oliyat ostidagi Sharqning 70 yil, 6 yillik tarixiga bir nazar tashlaymiz. Shunga buni bir qancha qismi bilan ilib bormoqchi. Birinchi qismda yana 1944-yilning keyingi yarmida G'uljida Gomindan tajovuz hukumatining mustamlikasiga qarshi qo'zg'algan Niliq qo'zg'oloni 1944-yil 11 noyabrda Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga sababchi bo'lib, Uyg'ur yaqin zamon tarixida Uyg'urlar Gomindan mustamlikasidan g'olib kelib, o'zining mustaqil davlatini qurgan edi. Afsus, bu davlat uzunga bormay yana bir tajovuz hokimiyat bo'lgan Xitoy kommunist hokimiyati tomonidan yo'q qilinib, mustamlik qilinib 1955-yilga kelganda atalmish Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni qilib o'zgartirilib, egilik huquq ega bo'lgan Sharq Turkiston avtonomiya darajasiga tushib qoldi. Xitoy hukumati mana bugun atalmish avtonom rayon qurganning 70 yilini tabriklayotdi. Hem mushu tabriklayotgan mush mezgillarda hamda ikki nuqta xalqaroda hamda Xitoy bir siyosiy sahnani hozirlab ikki narsani dunyoga bir sundida. Buningki birisi yana shu avtonom rayonningki qurilish nimasi atoatlab o'zi kelib Beijingdan bu avtonom rayon qurilish nimasiga o'zi riyosachilik qilib shu narsani nima qilishi, yana birisi bu vaqt bir oqtash kitobni chiqardi. Undan boshqa ikki Uyg'urni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ashada yig'inda so'zlab o'tkazdi hamda mush narsalarniki. Bu hozir jiddiy kun tartibida bir mas'uliyat qilib qoldi. Siz hamda bir tarix fanlari professor bo'lish suhbatingizdan bir Uyg'ur ziyolisi suhbatingizdan mushu Xitoy tajovuz hokimiyatiga bu qatim Sharq Turkistonninki 70 yilligini o'zi mustamlik qilgan 70 yilligini xotirash faoliyatiga mushu ko'rinishlar qanday qaraysiz? Bu atalmış Şinjan Uygur Avtonom Rayonining qurilganligining 70 yilligi o marosimlarni men ko'rdim. Nimadan? O xabarni ular markaziy televiziya stansiyasi xabar qildi-ku davomli butun shu vatandagi kanallar. Ham video qaraydigan bo'lsam, hamda Xitoy bir demokratik davlat emas, diktator bir davlat. Əlaqə u yerdə o aydırımğa çıxıb o qarşı ağallarının hammasi şu Xitoy hökumətinin xalqarağa ko'z tutish uchun o'rinlashtirgan narsa o insonlar o'zligidan chiqib o jo'shqi bilan xo'shalg'uram qarshi olgan ish yo'q. Ammo Shi Jinping bizning vatanga borgan vaqtida u vaqtlarda o nimada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'ini achilayotgan vaqt-ku hamda. Anadaki o videoni men ko'rdim. U yerda hamda adeta o 70 yil shu cho'ng bir g'albidek muvaffaqiyat qozongandek dunyoga shundoq ashadiki har millat xalqi inoq xo'shal xuram yashayotgandek bir
ko'rinishni ko'rsatdi. Hı. Amaliyotda men buni bu Xitoy diktatorlarininki dunyoni aldash uchun o'rinlashtirgan bir faoliyat bu. Çünkü u yerda diqqat qiladigan bo'lsang, o Aydurumdagi qarshi elinish, u yerda biri Uyg'ur do'ppisi kiyib olgan yo Uyg'urmi emasmi, u yerda Uyg'urlarning hammasi asir bo'lgandiki, ama gulni bersa desa beradi-da, bermayman demaydi-da uni. Anandan keyin anaqa bir Uyg'ur do'ppisi kiyib olgan bir hamda Qurban Tulumga o'xshaydigan atalmış bir Uyg'urning bilan ko'rishishi hammasi mening gözütüşümde sembolik bir narsa. Yani birisi dikkat qildingmiki, u yerda yani atalmış Uyg'ur Abdunum rayini deyilsimi, amaliyotda u anaqa opchi resimlarda, anaqa echilish murosimlarida 1 soat 21 minutlik bir murosimni beribdi-ku, tafsilmasan evet bergandim uni. U yerda o'ttaga vakillar bo'lsin, hammasi asosan %85-90 degidek Xitoy u. Yani bu amaliyotda buning Uyg'urlarning hamdaligi Abdunum rayini deysa, u yerda Xitoyning bayonoti qaraganda Uyg'urlarning soni sal jiqroq ko'rsatdi Xitoyning nufusidan. Shu amaliyotda u yerda o'tag'anlar, u yerdagi vakillarning hammasi degidek qarasam Xitoylar. Yani birisi u yerda o'tag'an Uyg'urlarmi asosan shu Xitoylar tarafidan mingisi yuyulgan, aşağıya mecbur o'rinlashtirilgan Uyg'urlar. Yani birisi bizningki bu nimani dunyodikilarni ko'rayotganda atalmış Uyg'ur Abdunum rayin deydi-yu ve bunun 70 yılligini tebriklaymiz deydi-yu. U atalmış Uyg'ur Abdunum rayinining qo'rchaq reisi u echilishni Xitoycha qildi. Bu qanday Abdunum rayin bu? Shundaymi emasmi Uyg'ur chiqimida echilishini? Yani Uyg'urlarni sembol qildigan do'ppimi kiymidi u? Uyg'urning hech nimasi yo'q-da uningda. Hech nimasi yo'q. Tamamen shu manqurtlashgan odamlarda bu hamda. Bunda bir uç aşkar bir aldamçılık bu. Tamam o kallının işçi zaten seninkiden farkı yok. O setilip ketken, mankurluşup ketken Uygurlar o. Ama halkarağı bunda köstüvatsa madem Uygur Abdunum rayinin kuruluşu deyse nimege şu adam gibi bir dop kiyişini tahammül kılanmadı da manda çıkaytkandı. Çünkü o üzerine bilse Uygurlarda hazır Uygur milli örf adetleri bilen kiyinişini çeklidi o. Yani o tamamıyla Uygur Abdunum rayinin atalmış Uygur Abdunum rayinin kuruluşu degen bilen ameliyette Xitayning 70 yıllık mustamliki jarayonida u yerdagi Uyg'urlarning madaniyatini, kültürünü, hatta kiyim-kechaklerini, ismlarini o'z rahat ishlatilmaydigan bir holatga ekilib assimilyatsiya qilib bo'lganligining bir ifodasi, bu isboti bo'lib qoldi bu. Yani u yerda nima desan go'yu yani devlet dili. O zaman sen Uyg'ur Abdunum rayini degandan ve Abdunumiya kanunu deganing nerede kaldı senin? Yani onun için bu yerde bu Abdunum rayın zaten xetlige mi qarasang nurg'un nimelerde Uyg'urcha yok. Fakat mirasimda yo'g'on yozilgan Xitoy xetning ostida kichikgina yozilib qo'ygan bir Uyg'urcha bor u yerda. Onun için ben qisqacha buni shunday qarayman. Bu mustamlikaning 70 yili Uyg'urlarni tamamen öldürdiğini öldürüp, solaydiğini solap, yok kıldiğini yok kılıp, Xitayga maslışıdığın, Xitay nimdese şunu nim kılıp, millet, vatan deydiğin mandak adamlar emas, fakat şu Xitayninki özgertip boğan minisini lagerlarını bilse, minisi de bir virüs var bulanın, virüsünü yok kılımız, aşını davalayımız deyip halka neçe yıl zulüm selvettik o.
Endi xalqimizda bu yerda ikki xil ehtimal bor. Birisi bu Abdunum rayonining qurilishi Uyg'urlarning ko'z va qon yeshi üzeriga qurilgan 70 yillik deymiz. Biz uchun u qutlama emas, biz uchun bu mana hozirgidek mushunda bir tradijilik holatga kelib qoldi-da endi. Uni biz ekrandan ko'rdik. Yana birisi hem de bu Uyg'urlarda hem biz tugishapti. Xalqaro bizga yordam qilmaydi ekan. Hem biz mushular bilan hem de meyli harlamdi, meyli uramdi, meyli sulamdi. Ay nima desa biz shuni ham bo'yin nima egib, yaşımızsak başka yol yo'qken deb elaqi bizmi bir mustaqil bo'lamizmi, bizmi bir adamdek yaşamizmi degan elaqi niyatdagilarni tamomila vatanda elaqi jimiqtirib o'tgan gapda yoki bo'lmasa ovozini chiqarolmas holiga keltirib qo'ygan gap. Ya'ni birisi bunun bilan aynı vaqtda Birleşken Devletler Teşkilatı'ga avatgan ikki adammi shu mingisi yulgan shularning buyrug'i bilan berayotgan adamlar. Ya'ni u yerda ham bu hamma narsa qurol kuchi bilan sal manda emasdi, manda ishda deyiladigan bir imkanı yok ki ulanın. Ulan nimde buyur. Eğer sen şu yerde bir yer işlep kalsan seni berip sözle dese sen kandak kılsa. Çünkü o vatandakiler esir. Esir şudak. Ula Uygurlarning iradesiga vekillik qilolmaydi ular, qilmaydi. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'ga apırıp sözleşsimi şu Birleşken Devletler Teşkilatı'da garip demokratik devletleri, terakki qilgan devletler insan haklarıga hürmet kıldıgan devletler işenmeydi. Fakat Xitay setip algan yoki Xitay ula pul berip, Xitayning ki nemisiga bir vaqtda Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini Birleşken Devletler Teşkilatı'da kun tartibga ekkagan vaqtida nechi davlat Xitoyni qo'lladi-ku. Aşında devletler işinde onunga. Amaliyotda bu diktator bir rejimninki hamda u yerga xalqaroga xuddi Uyg'urlar mamamiya kelib so'zladi, Uyg'urlarda bir narsa yo'q. O bu degandek tashviqotni qilish uchun avatki adamlar. Ama men shuni aytib qo'yayim. Ular Uyg'urlarning haqiqiy vatansuyar Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi. Bunu vekillik qiladi-da, Uyg'urlar mushundakan degan adam ya bir ishni bilmaydigan adamlar yoki bo'lmasa Xitoyga setilib ketgan, Xitoyning depini chaladigan jambaqtilar desak bo'ldi. Bunun ichida devletlar ham bor, devlet başkanları bor. Bunun içinde gazeteciler var. Mesela Türkiye'de mana sen anlagan bo'lishing mumkin bir grup gazetecilerini, axborotchilarni tanlab Xitoy opirib, u yerlarda Uyg'urlarning usul o'ynayotgan nimalarni ko'rsatib, bular bu yerda nech program qildi qara. Amaliyotda bu Xitoy tashviqotini Turkiyada Uyg'urlarga manda nima qilyotdi degan xalqning nimasini o'zgartirish uchun Mao qo'saq baxtilarni bu odamlarni opirib bir tashviqotni nim qiladi. Bular kelgandan keyin hayajon bilan so'zlab qilib ketganki Turk xalqimi hozir nima qildi-chu? Faqat Turkiyadami Xitoyni yaqinlaydigan odamlar bor-chu, chunki u yerda tijorat va bularning nimasi va bular deganda bu Xitoy bilan ish qilayotganlarda millat, vatan, din unda hukm yo'q bularda. Bularga pullan bo'lsalar bo'ldi. Ama sel vicdanı va biraz milliyetçilik insanlar bu qanday gap bu? U yerda Uyg'urlar mushunda zulm ko'ryapsa, buni sen hech yo'q deb aşağıda Xitoy burundan tayyorlab qo'ygan sahnalarni sen ko'rib, andaki mandaki Xitoy pulida Uyg'urcha yozilgan deb bunda saçma sapan narsalarni sen nomus qilmay qanda deysa deganlim bo'ldi. Yani Türk xalqining ichida hamda bir qism adamlarni Xitoy mushunda tashviqotlarga ishlatib kelyotdi. Biz buni o'zga tushliq javobini berdik, ama bu nimadan nima qildi desam, o'z vaqtida Xi Jinping bilan Erdo'g'an Beijingni ko'rishgan vaqtida bir mustaqil bir tekshirish heyeti avatmoqchi bo'lgan. Ama bu heyetda u vaqtlarda mening bir programimdimi deganman. Bunda bir heyet evetadigan bo'lsanglar, u Xitoylar tanlagan belgilgan adamlarni emas, mustaqil tekshirib u yerda zodi nimish bo'layotdi, ashlarni aniq to'g'ri biladigan adamlar bilan beringlar.
Anda olsa mana biz ba teya bizge okşaş şüyeni bülüdüğün adamlarını apırınla. Bu yerde Türklerini tallap aparsanla Tungan'a yaki bomuz Uygurca sözleydiğin Xitayga doppunu kegizip etles göңlükni kegizip vay biz anda yakşı öp gettik dep güldüylep usul oynap kıygan körep vay bu Uygurlar hoş elken dep yenip geldi çünkü bular bilmeydi. Hmm. Bu yerde silahı aşağıdaki cinayet ki şiiri köp kalısılar dep menin 2019'da Erdoğan bilen Xi Jinping köreşkende degen bir gepim var internette YouTube'da var bu. Mak ettim Xitayga bağırlar mı tamamıyla Xitay tarafından tallangan bikalık biletlerini elip apırıp köstüp miyade Türk halkını nim kılış için aldaş için kıygan bir nərsə. Yani demek çoğunun gepinin hulası bu 70 yıllık Uygurlarının hani asta asimile kılınıp Uygurlarının yerlerini ele aldı, ziyalilerini, vatanperver insanlarını yok kıldı, baylıklarını buludu, Xitaylarını türkümlep ekilip orullaştırdı, o yetmedi, öğüleri çıkırdı, o yetmedi hem de Uygurlarının özel hayatımı arlaşıdığın dercigi apırıp oldu. Bu kanda kutlama bu. Yani o yerde diktatör yani özünün pulunun ve devletinin küçüğülen onu öyle ki hakikatini sözleydiğin adamlarını öyle ki besipkiliklik. Çünkü Türkiye olsun, Orta Asya Cumhuriyetleri olsun, Pakistan olsun, muşunun da küçük devletler köp kısımlı hemisi Xitay'dan kazağındaki vatanda bizning vatanda Şarkı Türkistan'da, Uyguristan'da nemiş bulavatqanligini bilenmey kaldık. Çünkü devletning televizyonları da bunu eğitiş bu hakikatni sözle çeklengen. Şunun bilen manda adamlar berip anandaki muşundaq gaplarni miqvadı. Hazır muttahib mana mustaqil tekshirish grupsi baranmaydı uyaga. Birleşken Devletler Teşkilatı mı öz vaqtida degan uningga unumgan Xitaylar. Türkiye'de heyliqi resmi heyetke Xitay tasdiq bermegechke özümüz bekitimiz degechke u bamidi axiranadikin Xitaylar muşunda bir nimelarni axborotchilarni apirib nim qildi. Hatta TRT'nin bir kanalı aşağıda bir yerde kitivası bir müzik çıksa dunga saranglı dep usul oynap kıyganda şu adamlarını köstüp mandak Uygur dansı manda dep çıkardı. Bu hem de hakikaten de bu talihsizlik deyimiz Türkçe'de. Yani ya bula bek ahmak adamlar ya ki bulmasa aşı azraq pul menfaatine dep hem de vicdanını yok kıp koyga adamlar dep qarayman. Onun için gapning hulası bu 70 yıl bizning için bir yo'qotish, cho'ng bir yo'qotish, cho'ng bir qirg'inchilik ve haqorat. Ama Xitaylar qanchalik uni o'yindoqligi aşında uşurup aşında kösesimi Xitaylarning buyrug'i bilan Xitaylarning qo'ral kuchi bilan xalqarada u yerda zulm yo'q Uyg'urlar xo'shal quram yashayotdi deb meyli Birleşken Devletler Teşkilatı'da bo'lsin, meyli dünyanın farklı yerlerdeki parlamentlarda bo'lsin, meyli universitetlarda bo'lsin, bunu sözleyotganlar azroq menfaatni deb vicdanını imanı bo'lsa tabii imanını hemmenisini setib etgan nima xarakteri yaxshi bo'lmagan adamlar. Bularni biz Uyg'urlar qabul qilmaymiz. Hiçbir zaman bular bizga vakillik qilmaydi. Xitoy xolisi har yil Birleşken Devletler Teşkilatı adam evasin. U yerda demokratik bir sistem emas. U yerda xalq özgür irodasi bilan harakat qilinmaydi, hatto kiyinolmaydi, so'zlayolmaydi. Bunda ahval ostida sen Birleşken Devletler Teşkilatı apırıp dünya bilan nima qilgandek Türkiye'de dalga geçmek deymiz. Bunda qilgandek sözlü bununla kim işinidir bununla? Yok. Bunun hemisi propaganda, sefsete, bunu da dünya kösün. Yani bu doğruda deydiğinden müşünçürek. Rahmet, kısıkça bir vaqt yaxshi to'xtaldingiz navbatdagi vaziyatimizda. Endi biz savollar qismiga kirib ketaylik. Bu savollar dastlabki Sharq Turkiston Cumhuriyetlarining qurilish nimalarida azroq eslab o'tamiz. Birinchi savol. Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilishga boshlagan shu yillarda, ya'ni 1944-11-12-yilda G'ulji Qurolto'qson Cumhuriyeti dunyoning siyosiy vaziyati qanday edi? Xitoyning siyosiy vaziyati Sharq Turkistonning.
Bu sualının cevabını asli men cesaret bilen kıygan programda 2. Cumhuriyet'te bergendim. Yani bu yerde bek uzun toxtalmay kıskıça Qısqa toxtaylı. toxtalıp ötep gitey. 2. Dünya uruşu ahırlaşay dep qalğan. Sovet İttifaqı Hitlerni Germaniyani yengip asasen bu Yalta jığını açılıp onundan kim bilse 45. yılı açıldı o bu. Yani asasen bizning dünyanın 2. Dünya uruşdan keyin dünyani yeniden taksim qilish bir planı batıyor. Bu galip gelgen devletlerinin Germaniyani, İtalyani, Yaponiyani yengendan keyin bular oturup dünyanı hazırkı şu dünyanınki haritasını şu vaqtida şekillendirgen desek buludu. Hem de bu yerde 1944-yılı 11. ayda bu 9. ayda başlangan Nelkidiki kozgulanın tarihi arıq görünüşü nime desen o vaqtida Şinsey Stalin'a karşı yüzü örüp o Hitler Sovet İttifaqıga hücum qilgan vaqtida o Jang Jeşinin qoynuq özüne atqan. Jang Jeşinin qoynuq özüne atqanda nurgun netçi maşina netçi ton altınını onun akış qılıp berip özünü qutqazgan o. Şunda olgandiken Stalin'nin ki bütün adamlarını, bütün diplomatlarını hemmenimizne bizning vatanda çekilgan. Şekilgendiken endi bu Sovet İttifaqının Stalin'nin bunun açığı kelip toxtaptı. Sen goyunu bir baplımsam degen bir öz planı mı batı çünkü ihanet kıldı dep qaraydı. Bu mesela 1933. yıl Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti Sovet İttifaqının yardımı bilen yıkılgandan keyin o Şinseyge Stalin yardım berip şunun nimesi bilen 10 yıl bizning vatanni boshqardi. Şu jarayonda Stalinning Sovet İttifaqının bütün diplomatları, bütün adamları, askerleri, mühendis, injiner hemmisi bizning Sharq Turkistonning har tarafiga yerleşip bo'lgan. Shunisi ularga faqat chaqilmaydi. Lekin Stalinga yuz o'rgandan keyin uni qo'g'lab chiqargandan keyin anandan keyin bu Gomindan keldi. Gomindan Shinseni yo'tkab ketgandan keyin Wojanshan keldi. O bu shu Xitoy paras faşistik siyaset uygulap besimni hem arttırdı. Zaten halkımız pichaq süngek yetti dep turayotgan bir ahvol astida da bu vaqtlarda. Şunun bilan andan bu Sovet İttifaqı bir necha maxfiy adımını kirgizib bu yerdagi inqilobni planladı. Çünkü şu vaqtlarda bizning vatanni partalay deb qolgan vaqtda zulm degan had safaga kelgan gap. Şunun bilan andan bu qo'zg'olon qisqa vaqtning ichida natija berdi. Elxon Turga o'xshash bir notiq, dindor, bir vatansuyar odamni u vaqtda men jasoratning programida degachga buni takrorlamay u odamdan kelib Cumhuriyetning boshiga qo'ydi. Qisqa vaqtning ichida milliy orduni qurdi, Sharq Turkiston milliy armiyasini qurdi. Shuning bilan bu yerda bir cumhuriyet qurilgan. Keyin Sovet İttifaqının siyosatining o'zgarishi bilan Xitoy Gomindan bilan Gongsandan arasidagi ichki urushda Gongsandan yengib chiqqandan keyin siyosat tekrar o'zgarib, oxiridan Stalin bizni tekrar satdi ve u yerda nima bilan Xitoy kommunistleri bilan aloqa qilib Xitoy kommunistlerini bizning vatanga besib kirish uchun her türlü maddi yordamlarni berdi. Aeroplanlarni avatib masalan yuqori darajalik Azatlık Armiyinin komiserlerine ekeldi. Tanklar bilen, maşinlar bilen şu buyruk düşürüp Sovet İttifaqının yardım bilen bizning vatanga kirip 1949 yıl. Onu üzerine bilse arada Elxon Türk ketgandan keyin Sovet İttifaqida terbiyelengen adamlar Cumhuriyetning ikinci katlam ikinci evlat nimeleri boldu, başquruvchilar boldu. Bular Sovet İttifaqının sözünü anlaydigan adamlar bo'lg'achqa bu 11 bitimni imzolab, keyin bizning bu 11 bitimda urush to'xtatish nimasi bor. Shu jarayonda bizning vatanni asosan ozod qilib bo'ladigan milliy armiyamizning qurollarini topshirib oldi. Mustaqilchi insonlarni bir-birlab yo'q qildi. Anandaki oxiri bütün şu nimaga Mustaqil bo'limiz deydigan insonlarni o'zing bo'lsa manasda milliy inqilobninki o'rta liniyasidagilar u yerga berib tayyorgan atliq polklar kelgan Matratdan shimoliy
liniyaninki aşı manas qistab bağan, Janubda Aqsu'nu azad qilib, Toshqo'rg'ondan Qashqa, Konişa, mushtarablarni azad qilib, asosan qo'mondonni yo'qitib bo'lay deganda bu 11 bitim imzolanib, shuning bilan shuningdan foydalanib, butun shu qurollarni elib, ondan keyin mustaqillikni yaqlaydigan odamlarni asta-asta o'ltirib, maxfiy bir şekilde armiyamizni ayada saqiltib, aş bütün şaroitni tayyorlab bo'lgandan keyin endi Wang Junga buyruq qiladi. Wang Jun endi shu 49-yillari şu 9-ayning oxiri harakat qilib 10-aylarda 10-ayning 10-kuni kelganda kirdi. Kirib oxiridan keyin darhol bu Qashqa, Aqsu, Xotan mush liniyalarni kontrol qilib olgandan keyin endi milliy armiyani yo'q qilish uchun bir plan tuzib, oxiri 51-yilga kelganda 10-ayning 10-kuni unimi Xalq ozodlik armiyasining 5-korpusi degan nim bilan onu tamamen Xitoyga bağlaydı. Onandaki o Mao Zedong'un bir meşhur sözü var o. Biz onu nima qilmaymiz o komünist işgalchilarning gapi. 3 viloyat inqilobi azodlik armiyaning nimaseligi Jungo inqilobining bir qismi degan nimani bayonotni berdi. Shu jarayonda anandaki shu bu vatanda mustaqillikni yaqinlaydigan odamlar Qumulda, Xotanda, Cho'rchakda, Altay, Uyabiyada oyoqlanib baqadiyo. Ama Sovet ittifoqidan iborat bu cho'ng mustamlika kuch bo'lg'achqa bu ishning ichida oxiramisi nim bo'ldi. Biraz Amerikaning biraz destek qo'llagan Osman Baturmi 51-yili şu Qumulda, Artürk, Uyabiyalarda hatta Mo'g'ulistonda yardım elib bir terengan hamda o adam. Onundan keyin 51-yili qo'lga olindi. Keyin 5-ayda onu o'ltirgandan keyin asosan cho'ng qarshilik harakatlarini bostiruvdi. Keyin Mao yana bizning Xotanda, Janubda shu bir necha yerlarda atışlarda, Qashqa, shu ba'zi yerlarda mustaqillik harakatlari bo'lib turdi, lekin asosan cho'ng kuchni yo'qotib qo'ygandan keyin u xalqning harakatlari, inqiloblari bir natija bermaydi. Shuning bilan Xitoylar darhol keyin o'lkalik hukumatni qurib, keyin andin har xil harakatlar, islohot yaparmiz, yer islohoti, yana biz nima pomishlar qarashtirish, ijara kamaytirish degan narsalarni qilib, andin bu safar xalqning mol-mulkini, yerlarini tortib olishga boshladi. Ya'ni shuning bilan gapning qisqasi Kommunist partiya Sovet ittifoqining yordamini olgan Kommunist partiya kirdi vatanga va bizning bu asaret ve zulüm bilen to'lgan 70 yıl başlaydı. Bu yerde fakat biz Xitoyni Sovet ittifoqini tabi cho'ng düşmanlar bular. O vaqtdagi hamda bizning coğrafyamız belki talihsiz bir coğrafya şu, bir tarafta Xitoy va bir tarafta Rusya va bir Afganistan batı ummu nim qilib bir Pakistan zaten yordam qilmadi. Shunda bir ahvol ostida anandan keyin bizningki xalqimizning mustaqillikni yaqinlaydigan odamlar asosan ichida jimiq turildi. Ba'zilari chetga ketgan bo'ldi. Shuning bilan artık Xitoylar u yerda butun kontrolni qo'lga olib, belki sualingda keyin bordi, har xil nomlar bilan harakatlarni elib berish orqali xalqning yerini, mol dunyosini aldırmayçı onunla. Bulak talashga boshladi. Ya'ni mandacha aytgan vaqtida bizning asoratga to'lgan bu Uyg'ur avtonom rayonining qurilishi 55-yil bo'ldi, ammo atalmış Uyg'ur avtonom rayonining ama o qurilishdan avval Xitoylar bütün tedbirini ep buldu. Uyg'urlarning mesela Bayning'ol Mo'ng'ul oblastini qurdi 54-yili 6-ayda. Keyin Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastini qurdi, Sanjini qurdi, Bo'rtalarni qurdi. Ondan keyin 10-ayga kelganda Bingtuanni qurdi. Uyg'urlarning to'g'ri yaxshi suv manbasi va verimli tuproqlarni Bingtuanni o'rinlashtirdi. Qo'rshaydi-da bütün bizning vatan bilasa cho'l bir coğrafya. Yani etrafida shu her yani qimildayanmas qilib o'tgandan keyin shu vaqtlarda ham bir
Uyg'urlarninki ichida hech bo'lmaganda Sovet ittifoqidek shu Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasida 5 respublika bor, Sovet Respublikasi. Shuningdek bo'lsin, biz bir respublika bo'lsak degan talabni qo'yganlar bo'lgan. Keyin andin ularni asta-asta yo'qitib o'tib, oxiridan keyin bu Seyfiddinninki nimasi bilan bu oldida Şinjan vaqt hukumati nima qildi? Keyin andin bu atalmış 9. ayda muzokara qilib qarorga bog'laydi 55-yil 10. ayning 1-kuni resmi bu atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonini e'lon qildi. Amaliyotda bu avtonom rayonning 5idagilar ve u vaqtdagi Uyg'urlarning milliy irodasiga vakillik qilgan Uyg'urlarni insoncha yashatamiz deydigan odamlar emas. Bular hammasi yo sovetparast odamlar, sovetparast odamlar mujahid. Chunki Xitoylar kirgan vaqtida u yerda nima qilganda tamomila Sovet ittifoqining yardım bordi. Sovet ittifoqining yardım bo'lg'achqa Sovet ittifoqini yaqalaydigan Seyfiddindek odamlar ko'proq huquq tutdi, Burxon Shahididek odamlar-chu. Shuning bilan andin Sovet ittifoqining yardımı bilan Xitoylar asta-asta u yerda har xil nimalarni qurib, tashkilotlarni, armiyalarni, bingtuanlarini, ashunlarni qurib, andan keyin vatandagilarni asosan sömürishga, eksploatatsiya qilishga boshladi. Rahmat. Navga sohbet bo'layotdi. Misha bir narsa bir oydinlashtirib olsak bo'lsa, biz endi bu diasporada Sharq Turkiston milliy ozodlik kurashida ben birlik kelgan birlik zal Xitoy tajovuz hukumati qachon Sharq Turkistonni qachon mustamlik qildi, qaysi kundan boshlab mush to'g'risida bir aniq bir nima bor emas. Ba'zilar masalan diaspora Uyg'ur tashkiloti 10-yilning 1-kuni deydi. Ba'zilar 10-yilning 12-si deydi. Ba'zilar 12-yilning 20-si deydi degandek mustaqil farqli nimalar borda. O'zimizning davlatning mustamlik qilingan bir kundami biz birlik kelgan bir nima yo'q. Tarix yo'q-da hamda. Mush haqida sizningki tushunchangiz bo'ladi. Aniq bizningki mustamliki kunimiz qaysi kuni boshlangan? Bu ait aniq, bu uzun bir tarix emas, hamma materiallar bor bu to'g'rida. Bu bizningki vatanninki shu Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan ishg'ol qilinishi shu 10-ayning 10-kuni Wang Jin shu Urumchiga yetib kelib armiyasini boshlab kirgandan e'tiboran desak bo'ldi. Shu milliy armiyadagi mustaqillikchilarni asta-asta yo'qotib bo'ladi-chu, yo'qotib bo'lib, taslimiyatchilarni shu nimaga boshqa akildi, keyin bularni Urumchida cho'ng dag'dug'lik qarshi olish murosimi o'tkazdi-chu. Shuningdan boshlasak bo'ldi, 10-ayning 10-kuni boshlaydi shu 50-chi demak 49-yilda. O chunki ondan avval o'zing bilsa, o Ahmedjon afandilarni 5 aeroplan vaqasida o'ldi deb ularni nim qildi, o'ltirdi. Ammo shu Xitoy kommunistlari Junxo Xalq Cumhuriyetining qurilganligini e'lon qilgan vaqtida tek bizning vatanda bu nim bo'ladi, bu satqinlik bo'ladi, bu qanday gap, biz nima uchun inqilob qildik degan odamlar bek qo'zg'ilib ketdi-chu. Shuning bilan qo'rqib ketib oldida Sovet ittifoqining shu shpionlarining nimasi bilan, chunki u yerda Sovet ittifoqi bilan bu kadar bu ketishlik sabab hamda shu Mao Zedong bilan o kadar yardım qilishdi. Amerikaning hamda aşağıda bir nimaga bir davlat qurish loyihasi borkanjo, shu Amerika bu yerda bo'lsa, bu Sovet ittifoqi mustamlik qilgan davlatlarga mo, O'rta Osiyodagi G'arbiy Turkistondagilarga mo ta'sir etadi bu yerda keyin deb shu nima qilgankanda o kadar Amerikaning nima Sovetninki kuchab ketish. Oxiri Amerika ketadi, Sovet konsulumi nima Amerika konsulumi taqiladi bilsa. Ya'ni ishg'olning boshlanishi ishlarni jimiqtirib o'tgandan keyin men hamda biz tarixchilar qaraymiz shu 10-ayning 10-kuni shu Wang Jinninki ordini boshlab kirishi bilan boshlandi desak bo'ldi. U yerda kun bir necha kun farq bilan tortishib keraksiz narsalar u. Wang Jinning kirishi shu armiyani boshlab kirishi ve o milliy armiyaninki onun shu Momxey bilan kelgan sesq chapal bilan kelgan odamlarni qarshi olishi shu mustamlikaning boshlangan tarixi desak bo'ladi. U yerda bir ay 10 necha kun u tortishib yuradigan masala emas-ki bu. Shunday.
O'sha bu da Xitoy hukumati bu atalmish mustamlaka ostidagi bizning vatanniki 70 ishg'ol qilganlar haqida film tarqatgan nurg'unlagan o'sha Xitoy o'zining sotsial medialarida nurg'unlagan videoni tarqatishdi buningda. Hmm. Shu selektiv shakllikda 1930 yildagi nima 1900 nechidagi deb 2000 yilga selektiv shaklda qilib o'zini qattiq taraqqiy qildirayotgan shakllik bir ko'rinib turyapti-da bir narsa saxt uchurlarni dunyo nima qilish bilan. Undan sirt yana bir necha videolar tarqaldi. Masalan, Sayfidnezniki shu Xitoyniki ishlardan kelgan oqqun nimalarni kutib olgan nimalari, ya'ni Yasin Xudoberdi deb burun qo'shi Urumchining shahar boshlaganda qo'rchoq. Uni nima qilgan nimalarda qarasak, ashzodi bizniki Uyg'urlarniki kelgan kiyimlar taqdir bilan Xitoy manqurtlarniki, Xitoy ko'chmanlarniki kiyib olgan kiyimlari qarasa, ana mo'miqi, chiroylari degan yingalchi, tonkay, shimpanzini shunday o'zgariblar o'rmonga chiqqan odamlar chiqib turdi, ro'shan ko'rinishida yani bu narsanikini. Buni Hmm. taqib qo'yib bu narsani ko'rgan ekan rasmiy ichinida hamda selektirib shu qadar ro'shan. Kelgan kiyimlar bizniki milliy armiyaniki shunda pachat payza kiyimlarda sifatdagi Xitoyni qarasa eski chapon, mo'maxaylar kelgan nimalari. O'shan selektirmalar bor. Endi misha O xo'sh. O bir tragediya qara, o bir fojia o. Yani u yerda biz xalqaro cho'ng davlatlarning qurboni bo'lib ketdik. O'yin yani bizni rasmiy qurbon qilib berdi. Tushundingmi? Yani birisi bizning siyosatchilarimizmi bu ishda fikr birligiga kelinmadi. Ben onu Cesaret'in programında mı dedim, nima uchun mag'lub bo'ldi. Milliy birlik sapni shakllantiramidik biz. O'zimizdan ba. Yani onun için onu Rostamobda o'ynab qo'ydi andan keyin va Xitoyga nima qildi. U yerda Xitoylar ishlayotgan materiallar, Xitoylar ishlayotgan videolar bu tamomila propaganda o. Tamamıyla quruq tashviqot u. U davlat kuchidan foydalanib o'zi degan almisoqdan tortib Xitoy mishada yashagan nomus qilmay davrdi uni biroz aqli bor sal bir ilmdan azroq bo'lsin nasibasini adam unaqa ishonamdi ishonsa ya bu sarang yani bu bir hech nima uqmaydigan bir ahmoq adam deymiz ishonsa yani ya onun bir propaganda bo'lganligini nima qilish kerak? Men uni hech bir zaman jiddiy olmayman. Xitoyning u yerga kelishi tamoman mashru emas. Tamomila zo'rlik, zo'mbulik bilan Sovet ittifoqininki Turkistondagi o'zining mustamlikasi ostidagi xalqni tutib turish uchun bizni kommunistlar bilan birlashib qurbon qilganlarmish. Yani birisi shunimi deb qo'yasan deding-ku, bu bizning milliy armiyamizningki 5-korpusga o'zgartirilganga qadar qara Burhan Şehidi kim? Seyfettin Aziz'ni az çok bilimiz. Burhan Şehidi özel terbiyelengen Rus ajanı bu. Bu Gomindan vaxtida şu ülkenin reisi olgan nese bu. Bu keyin aşağını ülkelik hükümetten resmi telegram mevetidu biz hakikatki qaytdık dep. Onundan keyin yan şu nemi kılıştın aval şu ayada turuvatkan Gomindan armiyasını mı hakikatki qaytdı degan telegramını mevetidu Beijing'a. Şu arqılıq ayada Xitoy kommunistlariga qarshi turadigan hech qanday Xitoy ozodlik armiyasiga qarshi turadigan hech qanday kuch qolmaydi u yerda. Ashlarni tayyorlab bulab anandan keyin kirgan gap u. Tushundingmi? Masalan, o'tganda Xitoylar dag'dug'liq bir to'rani o'tkazdi-ku Xi Jinping Beijingda. O Yaponga qarshi urushning 80-yili. O vaqtda sen meşru bir devlet emeski komünistler. Bu bir tarixga mos emas. Yani sen bu Xitoy kommunistleri ichki urushda Sovet ittifoqining yordami bilan çünkü Gomindan bilan Amerika g'arb davlatlari biraz ittifoq qurgandan keyin bu safar Sovet ittifoqi kommunistlarga yordam qilib, shuning bilan kommunistlar Beijingni egalladimi? Mao Zedong egallagandan keyin Jiang Zeminni Tayvanga olib bordi. Şu jarayonda hamda bu yerda Sovet ittifoqining nemisi bilan yordami bilan bu qurilgan bir davlat Xitoy Xalq Cumhuriyatimi. Hatta Mao Zedongning nima uchun Stalinning oldida qanday tiz cho'kib zade sen nima desang shu deb shuning buyruqi bilan harakat qilganligini biladigansizlar, azroq bo'lsin bir material o'qiydigansizlar. Ya bu bir so'diliq bilan bo'lgan biz shunda bir qurbon bo'lib ketdik. Ammo shuni deb qo'yay, shu vaqtlarda
Yani haqiqiy şu nemiga o'xshash Atatürkmü öz vaqtida Lenin bilan ko'rishib, Lenin bilan anlaşıp diken. Ama akıllı çıkıp diken devletini kurup boğandan keyin özünün yolga menip diken. Şunçilik olsun bir aklı işleydigan bir siyasetçi çıkmaptı diken ki Elhan Türe dedi müstakillik dedi. O zaten Sovyet İttifakı KGB EKG'den boğandak bir kişi de ekitip öygü sulap koydu onu. Onundan keyin kelgelle şu İlhan Türe'nin yolda mağmadı ki. Ya o vaqtlarda qara netçigi bölünüp ketdi. Komünist Xitoy tarafdorlari va Sovet tarafdorlari va mustaqillikchilarni asosan yo'qitib bo'lib, aş teslimiyetchilarni suli qilganlarni akab bo'lgan vaqt. Yani onun için bir yerde demekçi oğlum komünist Xitoyning bizning vatanni besib olishi tamamıyla meşru emas. Qonunliq emas. Bu bütün materyal, bütün kanda to'xtamlar bilan qanda nimalar bilan shartlar bilan Xitoyga tutib bergan Sovetning KGB arxivida bor bu ya. Buningga tek uzun bo'lmadi ya. Endi ashta bir gaplarni anglaydiq masalan biz nima joylash uchun Stalinga Stalinning Sharq Turkiston o'zining nimasi qaytavaqis nimasi bor ekanda respublikasi qilib yo joylash nimani oldida Stalin oldida tizim yig'labdi ekan biz kommunizm qurib deysan bu o'lka bu Uyg'urlar bizning qo'limizdan chiqib ketsa u yer qizilmaylik biz egallamasa qanday kommunizm yetib boramiz deb yig'labdi ekan har xil gaplarni anglaydiq. Onundan başqa Xitoy banditlari yangi kirgan vaqtda biz Uyg'urlarga yordam qilib Gomindanning qoldiq kuchlarini chiqarib etkicha 5 yil biz yordamimiz 5 yildan keyin chiqib ketamiz o'zingning mustaqilligini qilinglar birimiz degandek ayni plakatlarni Urumchi ko'chalariga chaplab nima qilibdi ekan. Ashtalarni ko'rganlar bor ekan, o'sha gapni anglaydiq hamda. Mush haqida sizniki biladiganingizni biz sizdan bir anglaylik. Bu tamamen bir aldamçılık, bir hilegerlik. O tamam. Mesela Sovyet İttifakı'nın aşında bir uyanı bir respublik qetiliş planım batı yok emasdi. Lekin Sovyet İttifakı'dan burunqi Çarrusiya bilan Manjula vaqtida bizning Turkiston, G'arbiy Turkiston bilan Sharq Turkiston arasida bular paylaşgan vaqtida shu vaqtidan tortib ilanlashmasi degan bir anlaşmani bilamsan? Şu vaqtidan tortib bu Turkistonni taqsim qilib olgan bo'lg'achqa bular Sovet ittifoqining u yerda bevosita u bizni haliqi Qozog'istonni, Qirg'izistonni, O'zbekistonni besib olgandek anda bir respublika qilib olish kuchi, chunki ayada Xitoylar Manjula vaqtidan tortib bo'lg'achqa Zozungtangning siyosatini depadim-ku men sana. Asasen u nimani Xitoylar asasen bir asas selib olgan bo'lg'achqa Sovet ittifoqi u men qaytib olay degan bilan qaytib olib bo'lolmaydi. Shunga ikkinchi dunyo urushidan keyin agar ashunda bir narsani qilay desa kommunistlardan haliqi nimani o'zing bilsa tashqi Mo'ng'ulistonnimi keyin olib bergan-ku masalan mustaqil qilib Xitoydan elib. Yani belki ikkinchi dunyo urushidan keyin shunday bir ehtimol agar bo'lsa Sovet ittifoqi Stalin ben bunu çoğum bunda kılımen diyen boz kılalamdı belki kılalishi mümkündü ama unchola özünün müstemlik kılgan Çarrusiya zamanından beri müstemlik kılıp asas selib olgan bir yer bulmagandı ki bizden G'ulji taraflarda biraz asası batı o Janub taraf başka tarafta asasen Xitoyning nimasi batı. Yani birse ben bayan sana degandek Sovet ittifoqining xalqaro internasionalizm degan bir faşist bir grup bor hamda internasionalizmni, sotsializmni qo'llangan. Shularning nimasi bilan Xitoyni yo'lab devlet qilib qurib bergan. Shundan keyin o zaman biz belgilab bergan siyosat bilan, biz belgilab bergan doirada harakat qilsa deb uni shu Xitoyga bergan, Xitoyning yani mustamlik qilishiga Sovet ittifoqi yo'l ochib bergan. O vaqtlarda aniki kelgandan keyin haliqi o'zini nayt oliyjanob ko'rsatib, o'ylinlarini supurib berib, utullarini, ko'maklarini to'shib berib, hatto Uyg'urcha pul taqatdi bilsa dollar. Bir mazgil. Shunda qilib u xalqni aldida. Voy bular yaxshi odamlar ekan, voy anda odamlar ekan, manda odamlar ekan deb bizning nadan gol xalqmi uningga aldinib ketdi. Ham u sen so'ragan savol masalasi shu. Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilishida bevosita shuni nima qilishda
Stalinninki Sovet İttifaqının yardım boğaçqa yani onu şunun bilan kelishgan. Ama Yalta konferansidagi ba'zi nimalarga qaragan vaqtida Stalin bilan Mao'ning orasida bir taraf qiladigan masalalar qatorida qarilib ekan bizning vatanning masalasigacha. Şoň meningçe buni aşında nima qilish kerak? Gapning xulosasi yani Sovet İttifaqınınki bilan Xitoyning arası qacha açildi desang, Stalin o'lgandan keyin bu proletariyatchilarning lideri kim bo'ldi degan masalada Xorshov bilan Mao'ning orasida bir surtishma bo'ldi. Keyin shuning bilan bular biroz nima qilib ba'zi munosabatlarda biroz o'zgarish bo'ldi. Ammo bilsa keyin Sovet İttifaqı qaytib olmoqchi bo'lgan. Hatta bizning vatanda besimni toza bo'lishiga ortqizib xalqni vaydat degizib orqali Sovet İttifoqininki nimasi bilan chegaraga kamplarni qurib Sovet armiyasi shu görüşlerini, yemek içmeklerini qo'yib bu yerga necha ming bichara Uyg'urlar shu ashtirabga o'tib ketdi şu vaqtlarda. Chunki u vaqtlarda Sovet İttifoqida vatan urushi, ya'ni bir urushi deb ishlab chiqarishga, dehqonchilik qilib, bog'bonchilik qiladigan odam qolmagandan keyin shuning bilan shu Uyg'urlarni ashyaga olib, ashyalarga taqitib, hunavandchilik, dehqonchilik ishlarga selish uchun qilgan bir hiyla. Bunda bir bu 62 yıllar ayında bir işler bulduk o. Bu hile yani onun için onu muşunda düşünüş gerek kara. Yani sonuçta şu manda gaplam ba. Eğer Sovet İttifaqı bizni qaytib olgan bo'lsa, bu Sovet İttifaqı parçalangandan keyin belki bizim qarindoshlarga o'xshash mustaqil bo'larkanmiz. Keş Xitoyda qolmay shularda qolgan bo'lsak bo'pti ekan deydiganlar bor ekan. Ama Sovet İttifaqının qanunudur bar. Vaqti kelganda ular mustaqil bo'ladi deydigan. Shuningda bizning shu Abdurrahim Aysadek ba'zilarga madem biz bu davlatimizni qutqizib qo'lanmadik, ashilchilik bo'lsa bir respublika bo'lsak degan odamlarni o'ttiriydi da Abdurrahim Aysani shu Balu deb qo'yta Xitoylar ashada bir yatoq o'ttiriydi, shunda odamlarni jumiqtiriydi. Ya'ni Xitoy bilan hozirgi Xitoy avtonomiya qonunini e'lon qilib, unga amal qilmayotgan tursa, ya Xitoy hamda resmiy Uyg'urlarda bir gap bor, maraz deydigan bir gap bor, maraz. Insof yo'q, vijdon yo'q, nomus yo'q, halqi xuxushi deydigan bir nim bor Xitoylarda. Halqi bir manfaat uchun har qanday ishni qilsang bo'ldi deydigan. Ya onun için Xitoylar Sovet İttifaqı parçalangandan keyin biraz siyosat o'zgartib, mana hozirgacha mana Uyg'urlarni dat peryod degizib etdi-ku. Endi mishal bir savolni birni chiqaray men hamda. Ma programma sistemali qarshi hozir qadar bilib so'ragan bo'lgandan keyinchi tafsilroq chiqasin. Hem de 55'incisi atalmış Şinyan Uğraptımır'a ismini koluna koştuğa nait karıştırgan Abdurrahim Aysan'ın ismini de 51'çiler kurultayı dep mi? 51'çiler çıkıp dikende bu Uyg'uriston Cumhuriyeti kurmayız degandek. Hatta Çingdağda aşağı nimanınki Çingdağda mı sözgana joylarına bir nimeleri var ki. Muşakda azırak toktası bu 51'çiler kim o? Zaten Şinyan Uğraptımır'ın kuruluşunun oldu bizning Uyg'ur ziyolilar, Uyg'ur millatchilarimiz Abdurrahim Aysa boshqa buni qattiq qarshittirib o'zining fikrlarini qo'yib hali surkilib qilib ekan. Bu yerda milliy armiyalarimizning batiyati har. Mush vaqtdagi jarayon azroq bir eslab bersangiz. Bu qara milliy armiyani 5-korpus qilib o'zgartib olgandan keyin albatta o milliy armiyaning qo'mondonlik shtabi yuqori darajalik boshliqlarini asosan ya Sovet İttifaqının gapini anglaydigan, shularning buyruq bilan ish qiladigan sovetparast odamlarni qo'ygandan keyin ular shular imzo qo'yib qildi-ku o ishni. Andan keyin milliy armiyaning ichidami haqiqatan bu yomon bo'ldi. Biz nurg'unlagan bedel o'tigan, biz mustaqil bo'lishimiz kerak edi. Uni nim qo'ldan berib qo'ysak qanday bo'ldi deb bu Abdurrahim Aysadek bir turkum odamlar hamda ya'ni shu vaqtda
İlilikla Kaşgarlıkla bu biçare nadan Uygurlar şu vaqtida mı jiddiyleşip diken bir-biriga qarşı. Mesela şu Abdurrahim nimelerde bu şu vaqtdagi Uygur ziyolilar hiç bo'lmaganda biz Sovet İttifaqidagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston respublikasidiku. Bizmi shunda bir respublika qolishimiz kerak. Vaqti kelganda o'z taqdirimizni o'zimiz belgilaydigan bir qonuniy asosga ega bo'lishimiz kerak degandi bular. Şunun için bu adamda o Wang Mo'nun kulu var, Seyfettin bu işini biliyordu. Şu vaklarda bir türküm adamlarını mahbi ötürüp etti. Hem de sen diyen adamlar, Abdurrahim başçılığı adamlar aşında bir nimene vaqt kelgende biz özümüz idare kılış için bir yol açıp koyaylı. Bu şunu Xitayning asas kanunuga selip vaqt Sovet İttifaqıda şu boğaçqa ala ağrıldı o. Aşında bolsa bir Uyguristan Respublikası bir şekilde Xitayga içki işlerde özümüzni başkursak hem taşkı işlerde Xitayga bağlılık olsak mı ama şunda bir özümüz başkurduğan bir Uyguristan Respublikası Cumhuriyeti bolsa dep şunun için nemi kıldı hem de bir türküm adamlar. Onu mu aşı namertlik bilen aşılarını Uygurlarını yani Uygurları selep bularni jimiqtirib etdi. Jimiqtirib etgandiki endi o'ngchi millatchi, eksil inqilobchi, aqli ko'kili degan nomlar bilan endi qolganlarini asta tozalab etdi. Yani shuning uchun akang kim nasi yengang shu deydigan dunyodan xabari yo'q, qusqining to'yg'inini biladigan odamlar asosan qep qaldı. Munavvar adamlar asosan yo'q qilindi. Yo'q qilingandan keyin endi bu Seyfettin u Seyfettinninki meningcha shu nimada ashularning asli Seyfettin bilan Wang Mo'ning plani degan gapmi bor shu ashularni yo'q qilishdi. Abdurrahim mesela o'ltirdi. Onun o'xshash bir turkum odamlar bor. Shu vaqtda hamda bu ishda hamda Seyfettin Mavzudun bilan bir kelishim qilib olgan yerlari bor ekanda uningki. Şu Mavzudun ülep ketkichi Seyfettinninki biraz bizningki vatandisal asosan 3 huquqni biri tutgan birdan bir Uyg'ur shu-ku. Lekin Seyfettinninki hamda o vaqtlarning sharoitida hamda shunda bir siyosat izlab ekan men tabii onu Sovet İttifaqıning ta'siri ostida shu nima ideologiyasi bilan biraz da o adamda sal nimim bor o'xshaydi. Yani birisi Uygur ziyolileri mening ba'zi ko'rgan materiallarimda ama şu ichki jihatdan yani bo'linib ketib ekan. Qashqarliklar, ililiklar o bu debchi. Asli u yerda hamda bizning milliy mayli Qashqarlik olsun, mayli xotellik olsun, mayli Sharq Turkistonning qaysi yerdan bo'lsin, hammasi shu birlikda harakat qilgan bo'lsa, Seyfettin munchola satanmasdi deb o'ylayman. Chunki Seyfettin oxiri berib bu yerda bir Uyg'uriston bo'lmasimi, bir Uyg'ur avtonom rayoni qurish kerak degan narsada Mavzuduni qoyil qilgan gapda. Bayam sen degandek Xitoylar qancha yo'qasimi mustaqillikchilarni Uyg'urlarni undaq taltux ularni yo'qitib bo'lmaganiga endi aldash siyosatini ishlatadi. Aldash. Söz yurdi biz sizlar taraqqiy qilgandan keyin biz chiqib ketamiz. O gaplarmi qilinmagan emas, qilingan gaplar. Hamda bu Xitoy deganning yelimi kirish to'liq haqqi bu. Mesela bunun da şu bir mancha misollarni ko'rsatishga bo'ladi. Yani meningcha Sovet İttifaqınınki adamlar bilan shu Xitoyga Mavzudun bilan resmiy qo'l elishib, Mavzudun bilan kelishgan bir turkum adamlarninki Xitoy kommunistlari bilan maslish orqali u sen degan adamlarni 55-yilgacha jimiqtirib qo'ygan gap. Jimiqtirib bo'lgan ekan bu Uyg'urlarga bir narsa berish kerak-da hamda. Xalqni biraz besish kerak-da. Biz nima uchun inqilob qildik? Qanday gap bo'lib ketdi bu degandan keyin atalmış Qirg'izistonga murab bo'pti deb bir gap bor Uyg'urlarda o'zing bilsa. Atalmış Uygur avtonom rayonini qurib qo'ydi, uning qonunini mutlaq nima qilmadi. Keyin 84-yilga kelganda avtonomiya qonunini chiqarib qo'ydi-ku. Yani o bir hiylati, o bir taktikdi. Gapning qisqasi shu vaqtda ziyolilarmi bir fikr birligi kelamagachga ashundan aristiki ittifoqsizlikdan foydalanib ketdi deb qarayman. Yani mushundan Uyg'urlarni ish qildi.
Xitoylar. Yani müşahidə Çingdol şu mezgilde içildiğin 50 kişinin bir yığın varken şu yığın Uygur vekillerinden mi berip aşı joylarla hili bir tirkişkenine gibi varken müştaq gepler tarihte. U meyli Chengduga bargan bolsun, meyli Beijing'e bargan bolsun, bu yerda biz milleti ayrim, biz bir Xitoy milletidan farqli, bizning bir tariximiz bor, bir urf-odat, madaniyatimiz bor. Biz sizlar bilan bir yerda turolmaymiz. Buning uchun bizning o'zimiz boshqarish nimasiga talab qilganlar bor, yo'q emas. Men o'tganda Jasoratning programmani dedim-mi, masalan, bulardan biri Abdulaziz Mahsumti. Aşı vaqtida Mao Zedong bilan ko'rishgan vaqtda Jo'llayga debdiki Stalin nima sayfidan mushu bir nechta mushu jamoat hurmat qiladigan Sharqi Turkistonda obro'yi va bir necha shunday odam bor. Mush odamlar bilan bir ko'rishib, shuning fikrini olish kerak, ma'qulligini olish kerak, oyadagi vaziyatni tinchitish uchun mush shart degan vaqtda Mao Zedong ha bo'pti deydigan Jo'llay degandan keyin shuning Jo'llay orqali Mao Zedongga iletidikanda buni sayfidan shuning bilan shu berib heyet ko'rashgan. Chingdudimi sen degan yig'inlar ochilganda mush talabni o'tirib qo'yganlar bor. Ammo bularni Urumchiga berib bo'g'ichi tutib keyin asta yo'q qilyapti. Hoş. Bunda olsa bu Xitoy hükümeti Abdumrayın o'zgartib bo'lgandan keyin yani bir davlatning o'rnini yo'qlab avtonomiya bir saqlab turmay oldi faqat qog'oz usulida bor dedim sizda. Ondan keyin endi bu vaqt Sharq Xitoyning qanday siyosatlarni yeb bordi Xitoy xeyli ko'p siyosatlarni yeb bordi bu mezgillarda. Mush haqida hammasi bir qisqa bir tafsil bir tushuncha berayotgan bo'lsangiz. O siyasetler bekce qara. Bundan keyin yer islahati deb yerlarni tatib oldi. İcari kemeytish deb masalan baylardan tatib olgan yerlarni Xitoylar kambag'al dehqonlarga azon ijara berib, qiysa boyga ishlaydiganlar almisaqdan tatib bizning tuproq egalariga ishlaydiganlar voy ma Xitoylar tegim oz ijara oldi ekan deb ularga ishlamay Xitoylarga bir aldam xaltisida asli aldamchilik yilsida shuning bilan u odamlarga ishlaydigan odam qolmadi. Shuning bilan ba'zilari yerlarini setib ketdi. Qog'ozlarni o'tadi derken bu shunga o'xshash yer islohoti, ijara kemeytish, aksil inqilobchilik qarashtirish, milliy o'ngchi millatchilar qarashtirish degan mushu siyosatlar keyin-keyindan 3ga qarashtirish, 5ga qarashtirish, oq qilish, ko'k qilish deb bu shu ketaverdi bu siyosat. Oxiri mushu siyosatlar orqali Uyg'urlarning boylarini, ziyolilarini, vatan millat deydigan odamlarning ko'p qismini asosan jimiq turib bo'lgan gap. Shunga chidamagan ba'zi odamlar bir tarafdan yerni mol nimalarini tatib olgandan keyin pomishik deb yanash Uyg'ur kambag'al yollamchi dehqonlarni ashlarga uyg'izib tilla tukkagizib beshiga qog'oz qalpoq kiygizib ashunda qilgandan keyin bu dard alamga ahanatga chidayolmay bicharalar o'lab qochganligi ashunda bo'lgan vaqtida Sovet ittifoqi anandan keyin ishikni ichib etgan bo'ldi. U Mao Zedong bilan kelishib qilgan shu. U Xitoylar u yerga qo'yib etdi-ku necha kun chegarini. Sovet ittifoqining hisobi ayrimda ularning hisobi. Ama sen degan bu bir qatimliq bu suhbatda uni deb bo'lgani olmaydi. Uni men jasorat kimi degan Majishki Cumhuriyet to'g'risida savol javoblar borken ma'lum uni bir javoblab o'tgandan keyin Xitoy kommunistlarininki bizning vatandan kirgandan keyinki mushu hozirgacha narsani bir sistemalik ishlab bersak deganim. Uni biz nima qilgan ham sen so'rab qolding. Bu yerda hamda shunday siyosatlar bilan bizning xalqimizni aç yalang'och qo'yib nurg'un odamlar o'lib ketdi. Masalan, ochliqlarni yig'ib olib, dunyoga o'zini yaxshi ko'rsatish uchun xalqning gelini bo'g'ab, shu vaqtlarda sen bilamsizki, bizning ko'nlarning deyishida ota-onalarimizning 60-yillarda 55-56dan keyin shu ochliqdan o'lib ketgan bolalar chiqqanda, masalan, bir oilada 4-5 bola tug'ilgan bo'lsa, ya ikkisi ya birisi qolgan gapkan, ko'p qismi o'lgan ekan. Yana birisi hamda manda yer islohoti deyish orqali yerlarni elib oldi xalqning. Uning bir qismini Bingtuanga o'tkazib berdi. Qolgan yerlarni asosan hamda buni bulab talashning o'yiniga manda bir
siyasetini çıkırıp kıldı de. Anandaki bu atı buğullardan tartip şular işlep kilovatkan hem de dehallar buludu o ulağa alık yerlerini ele varan dike ulanın pomuşukları karıştırmamız akıllı kök kılımız da ulanın yerlerini kembegal dehalları verip ulardan az icare eliş arkalık burunqa yer egellerini paleçalığı çürük koygan gapçı. Anandan keyin bunundan başka mesela eksil inqilabçılar karşı yerlik milletçiler karşı siyaset mesela o vaqtlarda bizning vatanda dünyanın har qaysi yerlarida o'qib kelgan vatanparvar mandaq ziyoli odamlarimiz bordi. Ularga hujum qildi. Hatto mening nimada o'qishimcha Abdushukur Ma'matiymin shu vaqtlarda Mahmud Qashqari ve Yusuf'a Sacip Doğruluk bir iki makal yazganga şunu mektepteki nimisini eli ütüp palıp etken. Daha 80'inci yıllar bu adam kürsüge çıkmagan. Keyin 78. yıldan keyin bir islahat elip berip 11. nöbetlik 3. umum yığında beklep gitdi o. Şundan keyin ba'zilarning haqlari qaytarilganda tekrar bu ölmey aman qalgan ziyolilar kelip yana bizning milletga uyg'otish harakatini elib borgan. Shu 80. yillardan tartib 90. yillargacha jallangan bu harakat. Ölmey qolganlari. Ölüp ketkenleri tarım degan bir nim bor, bilsa onun naqshisi bor. Aşağıya sürüp etken bulanı. Nurgun adamlar aşağıda ölüp ketdi ziyalilerimiz, okumuşlar adamlarımız. Şu bunu şu onçu milletçi, yerlik milletçi degan qalpaqlarni kegizip kıldı bu. Xalq düşmanı yaptı Xitoy. Xalq düşmanı. Cin şeytanlar akıllı, kökülü, burjuaziya iddisi var. Hazır Xitoylarninki, hazır mı komünistler deydi o bizning vatanda. Mançıga karıştırış, üçkü karıştırış, akıllı, kökülü. Bunda oyunlar oladı cıhki. Bizning millet mo tarihi pürseni kaçırıp koygandıki şu bayan ben dedim o biz nemiş yenip çıktık vatandan. Bu bizning vatanda yaxshi o'qib, aşağıda avtonom rayon darajalik idarada ishlagan adam. Biz aşağıdaki şu haksızlık, adaletsizlikka chidamay bizdek türküm adam yenip çıktı. Ama o yerde qolganlar şu vatan milletten mana nima paydası var, qo'sqim to'yisi bo'ldi deb yashaydigan aşında Xitoydan ko'proq nima qildigan satqin ayında adamlarni ular qoldi. Asla bizdek şu 80. yıllarda yetişken bir türküm nayeti yaxshi yetilgan adamlarımız bordi. Asli biz vatanda bo'lgan bo'lsak hep beraber. Şu vaqtlarda biz nurgun bazı qartish hareketleri bir kısım nimalarni qilgan, lekin millet to'lim g'aflat ve dalalet ichida bo'ldi. Yani ki avtonom rayonni boshqaradigan adamlar taza şu minis yuyulgan taz nachar adamlar nima qildi-chu, mushu yoshlar harakatini, mushu milliy uyg'unishni qo'llaydiganlar asosan boshliq bo'lmadi. Yani şu bilse Xitoylar kelgandan keyin Wang Jin qattiq bir necha yil shunda cho'ng qirg'inchilik qilib voy dod faryod degandan keyin bu Mao Zedongning quliqiga yetib bunchalam qilib ketma, bu xalqaroning ko'zi bizda deb o jallodni anandan keyin elib Wang Mon akaga. Wang Mon şu 80. yillar 90. yillar tutdi u yerda. Mao Zedong o'lib ketgandan keyin Seyfettin'nin kurs tushdi. Ama Seyfettin'nin o'rniga bilse İsmail Ahmetnek geldi. Benim İsmail Ahmetni 93. yılı, 94. yılı Beyjan'a bir hizmetke varganda bir ikki ay birge nima qildik. Şu vaqtda tanıdım biraz da. Yani demekçi bu onun qara. Bu bizningki hamda vatanda şu okumuşluq adamlar yok emasdi, batı. Biz yaman emas özümüz boshqarib aşağıdaki tinchlikni, aşağıdaki xalqimizning nimasini qilib ketalaydigan adamlarimiz batı, lekin Xitoylar bularga yo'l qo'ymadi. Eng cho'ng yo'qotish qaysi vaqtda bo'ldi desang, tabii ki 55. yillarda, 56. 57. yillarda nima qildi. Keyin o'zing bilsa Xitoylar o'zdimi Xitoylarni bek och qo'ydi. Çoğunseklep ilgirleşti de Amerika'nın eşkitimiz, İngilizce nemkitimiz de xalqni qazan qo'muchini buzdurup Polat tavlaymiz dedi. İlgirleşen qanday nima chekib kelib chiqqan narsa Xitoyning siyosati. Tamamen saçma sapan bir şey o.
Yani akıl dışı bir şey bu. Zaten onundan keyin xalq dat feryat degandan keyin o kommunistlarning menda akıl tutulması var. Şununla Leşovchini bilsa, Leşovchi. Leşovchi biraz burjuoidisi var, biraz g'aribni bildigan bir adam. Bu Deng Xiaopingga o'xshash qaraydigan odamlarning birisi. Shu Deng Xiaoping bir nima Xitoyni nima qilgan vaqtda har qaysi o'lkalarga borganda xalqning u ochliq, safolat, shundoq og'ir kunni ko'rib bu darhol markaz komitetda bu ish bo'lmabdi deb Mao Zedongga qarshi fikr qilganda Mao Zedong bir mazgil chekinidi qara. Mao Zedongning bir necha yil shu hokimiyatdan sal qo'lini uzgan vaqti bor. Keyin andin tekrar sahnaga chiqib, Lushevchini o'zini bilsa qanday qiyin qistoqda o'ltaganligini Mao Zedong madaniyat inqilobini boshlaydi. Ve o medeniyet inkılabı da Uygurlar tarımda o'ngchi millatchi, solchi millatchi deganlarda qilib qolgan, ya'ni keyin yetishgan odamlar bu qatim madaniyat inqilobi degan bu mehnat inqilobda yig'ishtirilib o'tadi. Xo'sh, unda bugungi programmamizniki naq nimasi shu madaniyat inqilobi ishchi hamda asosliga tayyorlagan savollarida hamda deb ketamiz. Kelar qismlik sonda ikkinchi qismda biz madaniyat inqilobidan boshlaydi. Bu yerdan bir boshlab qo'yib, qanchalik davomlashtiramiz? 3 qismga oldik hamda lekin balki 4 qism bo'lib qolishi mumkin. Bu shu vaqtdagi tarixni butunlay to'liq bir echib birib, yaxshi bir xalqimiz yaxshi bir programma qo'yiladi deb nurg'un odam esini chiqib ketdi. Bu vaqtda kitoblarimiz qommada yozilgan. U bu yerni anglab olgan ba'zi bir narsani nurg'un odamning esini chiqib ketdi biz. Mush tarixlarni xalqning esida saqlash, Xitoy tajovuzchilarininki bu ilmiy her qaysi davrlardagi Uyg'urlarga ep bo'lgan siyosatlarni, bu siyosatning keyinlik ularning ilmiy nimalarni hammani echib berish uchun hamda aşağıda bir mangaylik buning uchun. Çünkü bugungi programmamizni vaqt munosabati hamisha to'xtaydi. Kelar qatnaq programmada madaniyat inqilobi qanday kelib chiqdi, shu vaqtdagi xalqaro vaziyat, Xitoyning vaziyati, Sharq Turkiston ahvollari, hani buni parallel shaklda boshlanadi. Qara, bu Xitoylarninki shundoq xotirjam keng ko'lamlik bizning vatanda shu milliy qirg'inchilikni har xil siyosatlarni chiqarib ba'zi gaplarga odamning kulgisi keladi hamda bu sarangdaklam qilishida shu vaqtdagi dunyoning vaziyatimi Xitoyga bir fursat yaratib bergan. O'zing bo'lsa ikkinchi dunyo urushidan keyin dunyoda sovuq urush deydigan bir nim bo'ldi. Sovet ittifoqi bir taraf, Xitoymi shuni ishidi boshda, Amerika bir taraf. Şunun bilan bu bir mezgil bunda davomlashdi. Shu jarayonda Sovet ittifoqi bilan Xitoyninki ikki cho'ng davlatning birlashishi Amerikaning ishini biraz zo'rlashtirgandan keyin bu Amerika bir strategiyalik bir nima xato qildi. Nima xato qildi desang, kommunist partiyalik Xitoy kommunistlarini demokrat bo'lmagan bu hokimiyatni Tayvanning o'rniga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga akirib Xitoyni meşrulashtirib qo'ydi. Bu cho'ng xatodir. Buni Pompeo dedi. Bu Kissingerning siyosatini, Nixonning siyosatini, hatto shu vaqtlarda Xitoyning o'zidimi necha million odam o'lib qirilib ketgan gap. Shu buningda biz hamda bekroq qirilib ketdik-da. Ham buningda demakchi o'g'lim hamda xalqimizningki ichida balki huquqshuq odamlar buningdan balki kerakli darsni chiqardiganlar bordu. Ama shuni deyish kerak. Xalqimiz tarixiy materiallarni shu hammadan o'qiydi, lekin uningdan kerakli darsni chiqarish kerak. Uning uchun biz buni yordamchi bo'lamiz. Bo'lmasa hamma odam kitobdan o'qib kasal davolasi bo'lamdi sencha? Onun uchun xalqimizning ichida hozir hamda men sana aytsam, mushuncha musibatni yashab turibmi, xalqimiz kerakli darsni, ibratni olmoqlik. Hamda keyinmi deymiz buni. Bizning xalqimizning hozirgi shu nimasini jamiyat qurilmasini tadqiq qildigan bo'lsak, 3-4 ga bo'linib ketaylik va bu hozirgacha o'zgartirilmayotdi. Biz faqat hamda bu yerda bu xalqimiz voy manda deb o'g'inib ketishdan emas, balki mushularning ishida sal kallis ishlaydigan bir odamlar bo'lsa, ma ish manda kanda deb to'g'ri yo'lni tanlashiga bir yordamimiz bo'lsin deb qilamiz. Yana birisi bizning vaziyatni, bizning vatanning ahvolini bu chet elliklar u bir hafta turib u yerda xabarlardan bilib ketolmaydi. Bizdek
aşağının ahvalını biladigan adamlar anlatmasak bularning nimsini. Türkler mi bilmeydiken? Nayt saçma sapan narsalarni deb yuruydi. Hükümet mi bilmiyor? Kanda bildi ular. U yerda berip bunu tadqiq qilib aşağıda uzun mezgil yaşamagan tuz. Yani ki Xitoyda bir millet bularni aldab ketiglik hozir. Shuning uchun demakchi o'g'lim, bunun da mesela ben bazı mailler aldım. Bazı yerde bular bizning hozirgi yapay zeka orqali so'zilganni tarjima qilib anglaydiganlar ekanchi hozir. Her xil Uyg'urlar muyunda tugashgan haqmidi deb qolmasin, Uyg'urlarni mana parmog'ida o'ynatayotgan istixborotchilar borchi hozir. Yani birisi devlet başlıklarının seviyesi mi uncha yuqori emas hozir. Yani şunun için endi hiç bo'lmaganda şu devletlerinin diplomatları, şu tashqi siyaset Xitoy bilan Uyg'urlar bilan sal aloqasi va adamlar bu ishni bir bilib qolsin deb biz programga chiqib o'tirmiz. Bo'lmasa Uyg'urlar aytilam o'zgarib chapanni tashlab chiqadigan bir Uyg'urlar hozir yo'q. Uyg'urlar to'limi parchalanib ketganlik, uni men san keyin deb berman. Ularni biz 30 necha yil tadqiq qilib nim qilib bo'ldik. Tadqiq qilib bo'ldik. Uyg'urlarga gap kerak emas. Uyg'urlarga faqat bir cho'ng bir tavrinish kerak. U sen istersen 10 qatim program qil, 10 qatim namoyish qil, qaqsha hech qanday ta'sir bo'lmaydi. U darajada o'tib ketdi, sotsiologik parchalanma Uyg'urlarda ko'payib ketdi. Bu xatarlik bir ahvol bu. Ama şunu deb qo'yay, bu devlet bo'lmag'achqa, bir milliy bir merkez bo'lmag'achqa bo'layotidi. Her devlet o'zi xalqi adamlarni tutib qo'llab turyotidi. Amerikada bir xil, Amerikada radikallarni qo'llaydiganlar var, liberallarni qo'llaydiganlar var. Ama Türkiye'deki devlette mana Türklük, mürüklük, Orhun abidisi, bilmem Köktürk, mana nime, men aşı İslam'dan başkını tanımam deydigan bir kesim var Uygurlarda hazırçı. Bular tamamen Türkiye'den bağı, milletni ön planga çıkarmay, ümmet deydigan. Bunda bizde bunda sosyolojik parçalanma eğir olup gitti ve her qaysi devletler özünün işine yaraydigan adamlarni tanlab turib şunun yolunu açıp turibdi. Ben mayadan gap tarixga not tushsin deyapman ve bir kun emas bir kuni bu qiyğanlardan pushaymon qildi ve eğer biraz vicdan olsa numus qildi ahvol. Bunda bir eğir külpet qilayotgan, xorlanayotgan, mushi darajada mushunda bir past gürlüvatgan mushunda bir milletga hamda özünün menfaatinde munda oyun oynash insonlikqa sig'maydi. Rahmat Variska bugungi suhbat programmamiz va qismlarimiz shayda to'xtayli. Kelar qismliq anavida yana shu madaniyat inqilobi davridan boshlab yana savollarni tayyorlab qilamiz. Bo'lsa shahar şu zaman ait tarix narsalarni ko'proq so'zlab xalqimiz ko'proq bildirayli. Bu tarixlar ham saqlanib qoldi, chunki bizning tarix vaziyatimiz hammamiz yo'qolib ketgan, ishimiz qolmadi hozir. Xitoy butun narsa yo'q qilyapti-da, butunlay tarix Xitoy o'z qoidasini yozib hamda bizning hammamizni ostin-ustin qilib o'zining digini bo'yicha 100 aşağı saq tarixni olib chiqdi bundan keyin. Shuning uchun O qara gapini unutma. O geçerlik emas. Haqiqatni qara o'zgartgan olmaydi. Haqiqat egildi sunmaydi deydi, lekin Xitoyning bu qiyğanlari hamsi sapsata u vaqti kelgan vaqtida toz qaylinib tugaydi. O Xitoyning o yasalma, onda uyduruq tarixlari o. Qara, qancha yo'qotib o'tgan bo'lsa-mu, hozir internet var. Bilgi çağında yaşıyoruz. Bizning ve dünyanın her qaysi yerlerinde o kadar köp Uygurça materyal var ki. O kadar çok nimimiz var. Yani herkes bu millet yok almaydı. Bu Xitaylar bunda asan çağlap kaldı. Hazır chet ellerde mesela bizning Şarkı Türkistan'ın etrafındaki qarindosh devletlerde bo'lsin, Türkiye'de bo'lsin, dünyanın her qaysi yerlerde Uygurlar cek. Bu millet unda asan yo'qolib ketmaydi. Xitoy xohlaganini qilsin, devlet kuchidan foydalanib, hammasini setib olib, unda insonlikning vijdonini yer bilan yakson qilib etsa-mu, baribir bir kun haqiqatdir. O'tirg'i chiqadi. Bu dunyo bunda ketavermaydi. Uyg'urlarda bir gap bor, senda to'lmas bu devlet, menda qolmas bu mehnat deb. Albatta bir kun bunun hesabı soruludi qara. Onun için ümitsiz olmaslık gerek. Yani
Uyg'urlar undaq oson yo'qolib ketadigan bir millat emas. Lekin Uyg'urlar hozir to'g'ri bir yetakchining, to'g'ri bir markazning atrofida birlashiklik emas. Uyg'urlarning eng ko'p xatoligi bu. Rahmat. Unda olsa bugungi suhbat programmamiz oxirlashsin. Qolgan ikkilar qatimliq suhbat programmamizda davom qilaylik. Rahmat, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbat programmamizga qatnashib berganingizga. Qarindoshlar, suhbatimiz mishad oxirlashdi. Taqib qo'yinglar, savollaringiz qolib qolsa, avatinglar. Yana pat arada buni ikkinchi qismini davomlashtiramiz. Hammanglarga Alloh omonat, sog'lik bo'lishaylik. Xo'sh.